Сейчас везет он. Ну, тогда до того момента, пока он несет, закрывайте ларек. Хорошо. Закрывайте ларек. А можно смотреть, кто? Xabaringiz bor, Rossiyada anti-migrant gruppalar juda ham ko'payib ketgan. Komandalar, shulardan biri Ruskiy общенияning bolalari, frukti, sabzavot sotadigan mehnat muhojirlarining magazinlarini tekshirishni boshlabdi va noqonuniy ishlayotganini aniqlab, ularni politsiya xodimlari topshirishgan. Вопрос такой, а о чем там, что случилось-то? Повторяю, к нам поступило обращение о торговле с отсутствием лицензии. То есть нелицензированный товар, нелицензированная продукция. То есть происхождение ее нам неизвестно. Rossiyada ishlab yurgan musofir aka-ukalarimiz, siz ham mana shu akamizga o'xshab aslo xato qila ko'rmang, oxir oqibati qamoq bo'ladi. Rossiyada migrant akamiz Telegram kanali orqali atiga 15,000 rubl evaziga o'ziga soxta pasport tayyorlab turadi va o'sha pasport bilan bankka kirib kredit olmoqchi bo'ladi, lekin oxir oqibat o'zi panjara ortiga ketib qoladi. Bank xodimlari ham ahmoq emas, uni pasporti soxtaligini bilgandan keyin politsiya xodimlariga murojaat qiladi. Voqeani esa videorolik davomida ko'rasiz. За что задержан? За подделку. Поддельный паспорт? Да. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va musofirlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Qilichbek. Bugun ham sizlarga bir necha xabarlarni taqdim etamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu xabarlar sizlar uchun qiziq bo'ladi. Videorolikni boshlamasimizdan oldin har doimgidek eslatma. Akalarimiz, joni chiqib ketsa ham bitta videoga laykimizni bosib qo'ying. Shu yo'l orqali bizda ozgina bo'lsa ham poddeshka qilgan bo'lasiz. Demak, iltimoslarimizni bajargan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Biz mavzuga o'tamiz. Moskvada bir migrant akamiz Telegram kanali orqali 15,000 rubl evaziga soxta pasport tayyorlattiradi va bu pasportni tayyorlagandan keyin o'zini maqsadiga o'tadi. Ya'ni o'sha pasport orqali bankka kirib kredit olmoqchi bo'ladi. Lekin akamiz chuchvarani xomsanagan bo'ladi. Pasport soxtaligini bilib qoladi bank xodimlari va politsiya xodimini chaqirib akamizni topshirib yuboradi. Marhamat, videorolikni ko'ring. За что задержан? За подделку. Поддельный паспорт? Да. А где приобрели паспорт? В Первом канале. Почем? 15 тысяч. Bilasiz, hozirgi vaqtda Rossiyada kurslar bir pasayib, bir ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun men sizlarga eng zo'r kurslarda O'zbekistonga pul o'tkazadigan ilovani tavsiya qilaman. Tezda ilovasi. Bu ilova orqali sizlar Rossiyadan turib istalgan O'zbekistondagi Humo va Uzkartlarga bez komissiya pul o'tkazmasini amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu ilovaning yana bir qulay tarafi shundaki, O'zbekistondan turib Rossiyadagi do'stlaringizni ham kartalariga pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ilovani yuklab olish uchun App Store va Play Marketdan qidirishingiz mumkin. Silkasi kommentariyada turibdi. O'sha silkani ham bosib, bemalol telefoningizga yuklab oling va qiynalmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Rossiyada bilasizlar, anti-migrant komandalar, gruppalar juda ham ko'payib ketgan. Ya'ni ular mehnat muhojirlarini ko'cha-kuyda ishlaydi, dokumenting bormi deydi, yokida magazinda ishlayotgan bo'lsa, sen o'z magazinda ishlashga haqqing bormi, yokida magazin ochgan bo'lsa, sen magaziningda hujjati bormi deb, xullas, politsiya xodimlariga yordam beradigan anti-migrant komandalar, gruppalar juda ham ko'payib ketgan. Shulardan Ruskiy общенияni hamma biladi. Aynan mana shu komandaning bolalari meva, sabzavot, frukti mevalar sotadigan mehnat muhojirlari ishlaydigan bir magazinda borib tekshirishgan va u yerda dokumenti yo'qligini aytishmoqda va oxir oqibat u magazin qandaydir bir diasporga aloqasi borligini bilishgan va o'sha suhbat davomida diaspor pul evaziga bu ishini to'xtatishligini so'ragan. Lekin bu guruhning bolalari priyamay o'sha suhbatini internet tarmoqlariga tarqatib yuborgan. Marhamat, o'sha videorolikni va suhbatni tomosha qilishlaringiz mumkin. Здравствуйте. Мы Русское общение. Мы хотели убедиться в законности торговли. Сертификация товара. Позвоните? Сейчас везет.
Ну, тогда до того момента, пока он несет, закрывайте ларек. Хорошо. Закрывайте ларек. А можно смотреть, кто? Можно как-то смотреть? Закрывайте до момента, и мы ждем. Потому что он Можете на давай- громкую связь поставить, я представлюсь, я проговорю с ним. Хорошо, можете просто... Громкая связь. Давай громкую сделай, Дима, поговорить. Да. Да-да, слушаю вас. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, это Валера. Ага, приветствую. Слышу вас. Что там случилось? Далее, ну, у нас поступила жалоба, а точнее быть обращение о том, что незаконная торговля у нас на территории городского округа Мытищ. То есть торговля продуктами без соответствующей сертификации. Что у нас, сами знаете, запрещено на законодательном уровне. Да, вообще, это сезонный торговля. Сезонный, но на это должна быть сертификация. Мы же сюда пришли не просто так. Убедиться в работе вашего терминала оплаты мы можем? А что вопрос такой? А что там, что случилось-то? Повторяю, к нам поступило обращение о торговле с отсутствием лицензии. То есть нелицензированный товар, нелицензированная продукция. То есть происхождение ее нам неизвестно. Соответственно, в случае, если они отравятся, привязка у нас будет только к чеку, без указания даже юридического адреса. Нет, мы же с вами как бы коллеги, и вроде бы хорошие у нас дружеские отношения, взаимопонимание. Согласен, но это не должно быть основанием нарушения законодательства Российской Федерации. Так, я услышал вас. Возможно, и сейчас ночью мы обетаем, так скажем, завтра увидимся, я говорю. Я пока еще завтра пойду, и где беру товар, буду спрашивать сертификат качества. Ну, конечно, да. Ну, сами подумайте, если да, мы людей кормим сезонными фруктами, которые нитратами накачаны, возможно, мы же вправе предполагать так? Вправе. То есть это ваши точки. Это мои финансы, да. Все, теперь ясность полная. Хорошо, принял. Все, завтра жду тогда понимания. До момента, пока нам не предъявите лицензию, прошу не начинать торговлю. Если не торговали, имеете в виду? Ну, а как? Я прямо найду. Ну, если у нас не Ну, будет если никакого есть, проблем. неужели я смогу препятствовать? Если все в законодательной базе, все в рамках законодательства Российской Федерации, я не смею препятствовать. Вы знаете наш подход. Мы не против кого-то, мы за себя просто. Добро, я завтра скажу, какие сертификаты могут даваться, написано, ну, и будем решать. Меня очень расстраивает тот факт, что вы, прежде чем открыть, не узнали, какие сертификаты необходимы. Demak, hurmatli obunachilar, bugungi sizlarga yetkazadigan ma'lumotimiz, videoroligimiz shulardan iborat edi. Qisqa bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasizlar degan umiddaman. Demak, keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr deb shu yerda xayrlashamiz. Kanalimizdan, videomizdan siz azizlarimiz uzoqlashmagan holda ikkita yondan chiqqan videoning ustiga bosib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Sizlar bilan har doimgidek o'sha Jaydari Qilichbek bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.